Osmani sultanları. Sultan 3. Murad. Osmani dövletining 12. padişahı. Hüküm sürgen devri 1574 yıldan 1595 yılgacha. Dadısı 2. Selim vafot topgandan keyin 1574 yılı 22. dekabr taxtga chiqdi. Onun devrida Marrakesh Osmaniylarning himoyasiga kirdi. 1578 yılı İran bilan Osmaniylarning munosabati yana buzildi. 1590 yılı Ferhat Paşa kelishimnomasi bilan urush holatiga xotima berildi. Osmani dövletining muhim davlat arboblaridan biri Sokulluk Mehmet Paşa idi. Asli Serib millatidan bo'lgan bu paşa qonuniy davrida Bosniyadan Edirne ordusiga elib kelingan edi. U eng töven ma'murlikdan eng yuqoriga o'sdi. Don, Volga va Süveyş qanal lohiyalari uningga oiddir. Ko'ralmaslar uning o'limiga sababchi bo'ldi. Osmani dövletining yükselish davri uning o'limi bilan teng oxirlashidi. 1579 yılı İngilizlarga alohida tijorat huquqi berildi. 3. Murad Osmaniylar Avstriya urushi boshlangandan keyin oshqozon og'rig'i natijasida 1595 yılı 15 yanvarni 16 yanvarga bog'lagan kecha vafot topdi. الصديق فخرا وابن عفان الب أرسلان والفاتح عثمان وابنتا شفين والغازي سليمان اسأل الرومان عنهم